Shu bir kasal borda, shu katta ham kichik, boy ham kambag'al ham chalinganda bu kasalga, bu yalqovlik degan kasal. Shu eplab bugungi kunda o'tkazib qo'ysa-da, eplab o'tkazsa-yu haftalikda olsa, eplab oylikka yetib olsa. O'shuning uchun hayot eplama bo'lyapti. O'sha olgan oyligingga baraka qilmayapti. Chunki nima qilmayapsan? Erib tugamayapsan ishingda. Benzinda hammasini yoqib tugatmayapsan. Eplamasisan. O'qituvchi bo'lsangiz kirib turib shu 45 minutda 1 soat eplab o'tkazib olsang, chiqib ketsang. O'shuning uchun baraka yo'qmi deyman-da, topayotgan pulimizni akalar, ukalar. Nima deylar? Alloh taolo har bitta ishga ihsonni yozgan deganlar Rasululloh. Agar so'ysanglar chiroyli suratda so'yinglar, jonivorni rohatlantiringlar, pichoqda o'tkazinglar. Professional bo'linglar degani bu. Muallimsan, zo'r muallim bo'l, ustamisan, eng zo'ri bo'l. Bu ikkinchi sort narsaga musulmon ko'nmaslik kerak. Lekin ta'assub shuna qo'yib qoldik. Top tepasizlar, razminka qilasizlar bir 15 minut aytinglar. Qilmaysizlar, kirasizlar gum-gum top tepasizlar.